Ilon kelin, qo'rqinchli voqea. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ilon kelin. Rasuljon onasi topgan qizni ko'rgani chiqdi. Qizning yo'lini kutib hayajonlandi. Va nihoyat erta-indin unga umr yo'ldoshi bo'lishi kerak bo'lgan qiz ko'rindi. Nigohlar to'qnashdi. Yigit qizning chiroyli kulib turgan ko'zlariga boqdi-yu, ichiga bir sovuq titroq yugurdi. Negadir u ilonni ko'rganday bir seskanib tushdi. Ular uzoq suhbatlashdilar. Qiz harchand yigitning ko'nglini ovlamoqchi bo'lmasin, baribir unga boqib turgan suhbatdoshi uning ko'ziga boqib bir seskanib turaverdi. Juda chiroyli va o'ta sovuq qiz deb xayolidan o'tkazdi yigit. Oyi, men u qizga uylanmayman. Qat'iy turib oldi uchrashuvdan qaytgan Rasuljon. Bilmadim senga u qizning nimasi yoqmadi ekan. Oy desa oydek, kun desa kundek qiz bo'lsa. Men u qizni ko'rib ilonni ko'rganday bo'ldim. Astag'firulloh degin o'g'lim. Birovning ko'zmunchoqdek qizi bo'lsa, birov eshitmasin bu gapingni. Qolaversa endi kech, va'dalashib qo'ygandik. Nahot uyingizga ilon kelin bo'lishini xohlasangiz? Unday dema o'g'lim, to'ydan keyin ko'zingga oyday bo'lib ko'rinib qoladi. Meni ham dadang bir ko'rishda yoqtirmagan. O'zimni baqaloq, sochimni otni dumi deb masxaralagan. Oyi, baqaloq bo'lsa ham mayli edi. Rasuljonning oh-vohiga qarab o'tiradigan ahmoq topilmadi. Tez kunda to'y bo'lib o'tdi. Kelin kuyovlarning o'zaro munosabatlari yomon emasdi. Kunlar o'tgani sari kuyov bola kelinchakka o'rganib borardi. Endi uning ko'ziga qiz boshqacha ko'rina boshladi. Avvalgi sovuq nigohga duch kelmaslik uchun kuyov uning ko'zlariga obdon qaramaslikka harakat qilardi. Hammasi ko'ngildagidek borardi. Bir kuni kechki payt Rasuljon kelinchakni birdan uydan g'oyib bo'lganini sezib qoldi. Uydagilardan so'rasa, hozirgina shu yerda ishlarni qilib yuruvdi degan javobni oldi. Qayoqqa ketishi mumkin? Shubhalana boshladi u. Vaqt ham allamahal bo'lib qolgan bo'lsa, shosha-pisha kuyov bola bog' tomonga yugurdi. Uzun yo'lak bo'ylab borar ekan, tovuqxonadagi tovuqlarni bezovta bo'lib qaqillashlari e'tiborini tortdi. Rasuljon o'sha tomonga qarab asta burildi. Har qalay kelinchak o'sha yerda ekan, ko'ngli joyiga tushdi. Tovuqlarga qaragani keluvdim dedi kelinchak shosha-pisha. Kelin kuyov yetaklashib tepaga, hovliga chiqib ketishdi. Lekin yigitning ko'nglidagi g'ashlik ketmadi. Shom mahal u yana tovuqxonaga yo'l oldi. U yerga bordi-yu, hayratdan qotib qoldi. Tovuqxona ichi tuxum po'chog'i bilan to'la edi. Nahotki tuxumlarni u ichib qo'ygan bo'lsa, o'yladi u. Har holda tuxum po'choqlari yaqindagina bo'shaganini aytib turardi. Rasuljon endi kelinchakni zimdan poylashga qaror qildi. Shunday qilib kunlar ketidan oylar o'ta boshladi. Kuzning sovuq kunlari kelishi bilan kuni bilan so'rida o'tirib, kechasi so'rida yotadigan oila a'zolari ichkari xonalarga kirib ketishdi. Endi qaynona ham, kuyov ham kelinchakni hovlida yurgan turganini ko'p ham nazorat qilisha olmaydigan bo'lishdi. Kechki ovqatga xonadon sohiblari dasturxon atrofida jamul-jam edilar. Negadir ovqatdan ham, kelindan ham darak bo'lavermadi. Yuragi g'ash tortgan yigit yana hovliga chiqib, xotinidan xabar topmoqchi bo'ldi. Ha, o'ylagan ishim bo'lyapti. U yana yo'q. Albatta tovuqxonada bo'lsa kerak. Endi o'g'ri kelinni qo'lga tushirib, aybini bo'yniga qo'ymasam bo'lmaydi deya, Rasuljon bog' yo'lagi tomon, tovuqlar qaqillab yotgan tomonga chopdi. Lekin u yerda xotinini ko'rmadi. Qayoqqa ketishi mumkin? G'ira-shira bo'lib qolgan bo'lsa, tashvishlandi u. Qandaydir ichki tuyg'u uni bog'ning etagiga yetakladi. Bog'ning eng pastki qismida katta chinor daraxti savlat to'kib turardi. Atrofi changalzor bo'lib ketgan, uning yoniga kunduz kuni ham odamning borishga yuragi betlamas edi. Lekin Rasuljonning ko'zlari aldagani yo'q edi. Daraxtning tagida xotinini turganini o'z ko'zi bilan ko'rdi.
Har qancha hayratlanmasin, nafasini ichiga yutib, xotini u yerda nima qilishini kutdi. Bir payt daraxt tagida turgan xotini uning ko'z o'ngida katta ilonga aylanib qoldi. Ilon daraxtga mahkam tirmashib, pastga qarab og'zini katta ochardi. Keng ochilgan og'zidan zaharlari toma boshladi. Rasuljon ko'zlariga ishonmasdi. Butun badanini qo'rquv egallab olgan. Gapiray desa tanglay qotib qolganda edi. Sekingina o'zini panaga oldi Ro'parasida yana qizil xalatli, beliga fartuk taqqan xotini ko'rindi. Daraxtning tagidan asta chiqib kelayotgan xotiniga bir nima demoqchi bo'ldi. Lekin hali qaltirog'i bosilmagan, tanasini ter bosib ketgan, tili ham kalimaga kelmadi. Kelinchak cho'kkalab olgan erini payqamay yuqoriga qarab chiqib ketdi. Kelin dasturxonga tortgan kechki ovqatni hech narsadan bexabar oila a'zolari tanovul qilishardi. Rangi dokadek oqarib ketgan, tanasidan hali sovuq ter qurimagan yigit xotinidan ko'z uzmasdi. Baribir bugun siringni fosh qilaman, ilon derdi ichida. Qo'li mushtga tugilgan, g'azabdan ko'zlari qizargan xotin yotoqxonaga kirishgach, eshik ichidan mahkam tambalandi. Siringni oshkor qilaman. Hozir ota-onamni, qo'ni-qo'shnilarni uyga chorlab, bor gapdan xabardor qilaman derdi. Xotinini bo'yniga changal solgan O'zingizga yomon bo'ladi. Faqat zaharimni katta daraxt tagiga vaqti bilan sochib kelishga ruxsat bersangiz bo'ldi. Sizga va oila a'zolaringizga hech qanday zararim yetmaydi. Ular o'rtasidagi mojaro uzoq davom etdi. Oila a'zolari yarim tunda xotinning janjallaridan uyg'onib ketdilar. Birozdan so'ng xonaga sukunat cho'mdi. Xayriyat, kelishib olishdi shekilli deya xotirjam uyquga yotdilar. Hech narsadan xabari yo'q ota-ona. Erta tongdan hovlilarni chinnidek qilib supurib sidirib, oila a'zolarini nonushtaga chorlaydigan kelindan ham, o'g'ildan ham darak bo'lavermagach, qaynona o'g'li va kelinini yotog'ini asta chertdi. Mayli dam olaverishsin, yoshda hali deya qaynona dasturxon yozdi. Nonushta qilib bo'lgach, yuragida bir xavotir paydo bo'ldi-yu, kelin kuyovlar xonasiga chopdi. Eshik ichidan mahkam tambalangan, onaning chaqirishiga esa hech kim sado bermasdi. Nihoyat bir necha kishi eshikni ochishga muvaffaq bo'ldilar. Ichkariga kirganlarida ne ko'z bilan ko'rishsinki, yotog'da Rasuljon jonsiz yotardi. Tibbiy xulosaga ko'ra, yigit katta bo'g'ma ilonning changalida tunda bo'g'ib o'ldirilgani ma'lum bo'ldi. Kelinchakni esa shu bo'yi hech kim ko'rmadi. Hurmatli tomoshabinlar, videoroligimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, video ostidagi like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu bilan ushbu hikoyamiz boshqalarga ham yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.